Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, ayniqsa hozirgi paytda dolzarb bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bu sizning har biringizga bevosita ta'sir qiladigan moliyaviy ahvolingizni, erkinligingizni va hatto kelajagingizni belgilab berishi mumkin bo'lgan masaladir. So'nggi paytlarda qonunchiligimizdagi jestki shtrafi, zapreti, nakazaniya, ya'ni qattiq jarimalar, taqiqlar va jazolarga oid o'zgarishlar. Bu mavzu shunchalik jiddiyki, unga beparvo qarashning oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Kutilmaganda katta miqdordagi jarimalarga duch kelish, mol-mulkingizdan mahrum bo'lish yoki hatto ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish huquqingiz cheklanishi mumkin. Shuning uchun bugungi ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Video davomida barcha nozik jihatlarni tahlil qilamiz. Agar bu mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa, hoziroq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq insonlarga yetib borishi kerak. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Avvallari, ko'pchilik qoidabuzarliklarga nisbatan jazo choralarini unchalik jiddiy qabul qilmasdi. Jarimalar miqdori nisbatan olganda past edi va ko'pincha amaldagi ijro mexanizmlari ham yetarlicha qat'iy emasdi. Oddiy yo'l harakati qoidalarini buzish yoki tadbirkorlik faoliyatida kichik kamchiliklarga yo'l qo'yish shunchaki ogohlantirish yoki kam miqdordagi jarima bilan cheklanardi. Ba'zida esa qoidabuzarliklar umuman e'tiborsiz qolardi. Bu holat, afsuski, qonunlarga hurmatsizlikni va javobgarlikdan qochish illatini kuchaytirardi. Ayrimlar uchun jarima to'lash shunchaki xizmat haqidek tuyulardi va ular qoidalarni buzishda davom etishardi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar avvalo davlatning fuqarolar va tadbirkorlar faoliyatini tartibga solishga bo'lgan yondashuvini qat'iylashtirishga qaratilgan. Yangi qonun hujjatlari va amaldagi me'yoriy hujjatlarga kiritilgan qo'shimchalar nafaqat jarimalar miqdorini sezilarli darajada oshirdi, balki ularni qo'llash doirasini kengaytirdi. Ijro mexanizmlarini kuchaytirdi va zamonaviy texnologiyalardan, xususan raqamli kuzatuv vositalaridan faol foydalanishni yo'lga qo'ydi. Endi avvallari e'tibordan chetda qolgan yoki unchalik jiddiy qabul qilinmagan xatti-harakatlar uchun ham, masalan, ekologiyaga zarar yetkazish, notijorat faoliyat bilan noqonuniy shug'ullanish yoki hatto internetdagi ba'zi postlar uchun ham juda katta miqdordagi jarimalar yoki boshqa turdagi og'ir jazo qoralari belgilanishi mumkin. Bu o'zgarishlar jamiyatda tartibni mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta'minlash va javobgarlikni oshirishga qaratilgan. Eng muhimi, endi ushbu jazo choralarining ijrosi oldingidek sustkashlik bilan emas, balki qat'iy va izchil amalga oshirilmoqda. Raqamlashtirish tufayli qoidabuzarliklarni aniqlash ham, ularga nisbatan choralar ko'rish ham tezlashdi va shaffoflashdi. Endi esa asosiy qismga o'tamiz. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Birinchi navbatda, bu o'zgarishlar har bir fuqaroga daxldor. Ammo ayniqsa haydovchilar, tadbirkorlar, ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanuvchilar va yer yoki boshqa ko'chmas mulk egalari ko'proq e'tiborli bo'lishlari lozim. Birinchi misol, yo'l harakati qoidalari. Avvallari svetoforning qizil chirog'iga o'tish yoki tezlikni o'zgina oshirish uchun jarima miqdori nisbatan kam edi, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining BHM. To'g'ri. 5 barobardan 2 barobargacha bo'lgan summani tashkil qilishi mumkin edi. Ammo endilikda takroriy qoidabuzarliklar uchun jazo choralarini kuchaytirish prinsipi joriy etildi. Masalan, 1 yil ichida 2-marta qizil chiroqqa o'tgan haydovchiga BHMning 5 barobargacha jarima solinishi mumkin. 3-martasida esa transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish, ya'ni haydovchilik guvohnomasidan mahrum etish ham qo'llanilishi mumkin. Bu albatta avtomobil haydovchisi uchun juda katta yo'qotishdir. Yoki mast holatda transport vositasini boshqarish. Avvallar jarima miqdori kattaroq bo'lgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda bu qoidabuzarlikdan qutulish imkoniyatlari mavjud edi. Hozir esa nafaqat yuqori miqdordagi jarima, masalan, BSHMning 25 barobardan 40 barobargacha, balki 2-3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish va hatto ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Bu juda jiddiy o'zgarish. Endi hatto mashinaning sug'urtasini o'z vaqtida yangilamaslik ham BHMning 1 barobaridan 3 barobarigacha jarimaga sabab bo'ladi. Avval bu miqdor ancha kamroq edi. O'z transport vositasini yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabiga binoan tekshirishdan o'tkazishdan bosh tortish holatlarida
jarima miqdori BHMning 15 barobaridan 30 barobargacha oshirilgan bo'lib, bu avvalgi jarimalarga nisbatan bir necha barobar yuqoridir. Ikkinchi misol, tadbirkorlik faoliyati. Ro'yxatdan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish yoki litsenziyasiz ishlash avvallari ham qonunbuzarlik hisoblanardi. Ammo jarimalar asosan BSHMning 5 barobar atrofida edi. Hozirgi kunda qonunga ko'ra bunday holatda nafaqat BSHMning 2 barobarigacha jarima solinishi, balki tadbirkorlik faoliyatidan olingan noqonuniy daromadlar to'liq davlat foydasiga undirilishi, shuningdek ishlab chiqarish vositalari va mahsulotlari ham musodara qilinishi mumkin. Tasavvur qiling. Siz bir necha 100 million so'mlik mahsulot ishlab chiqarib, uni sotib bo'lgansiz. Endi esa bu daromad to'liq tortib olinadi va sizning korxonangizdagi jihozlar ham olib qo'yilishi mumkin. Bu o'zgarish ayniqsa kichik biznes egalari va hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar uchun muhim. Chunki ko'pchilik bu qoidalarni bilmasdan faoliyat yuritishi mumkin. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash yoki soliq hisobotlarida noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatish holatlarida ham jarimalar miqdori keskin oshgan. Misol uchun, yirik miqdordagi soliq qarzdorligi yuzaga kelsa, bu nafaqat katta miqdordagi jarimalarga BHMning 100 barobaridan ko'p bo'lishi mumkin, balki tadbirkorning mulkini xatlashga, bank hisob varaqlarini blokirovka qilishga va hatto jinoiy javobgarlikka tortishga ham olib kelishi mumkin. Uchinchi misol, ekologik qonunbuzarliklar. Noqonuniy daraxt kesish holatlari avvallari ham jarima bilan jazolanardi. Ammo ko'pincha bu jazo yetarli darajada ta'sirli emasdi. Endilikda birgina daraxt noqonuniy kesganlik uchun nafaqat BSHMning 2 barobardan 100 barobarigacha bo'lgan jarima, balki yetkazilgan zararni qayta tiklash majburiyati va hatto jinoiy javobgarlik. Masalan, daraxt kesilishi oqibatida atrof muhitga katta miqdordagi zarar yetkazilgan bo'lsa, ozodlikdan mahrum qilish jazosi ham belgilanishi mumkin. Shu bilan birga, qurilish chiqindilarini belgilangan joylardan tashqari joylarga tashlash, daryo yoki ariqlarga maishiy chiqindilarni oqizish kabi ekologik qoidabuzarliklar uchun ham jarimalar miqdori sezilarli darajada oshirilgan. Masalan, jismoniy shaxslar uchun BSHMning 3 barobaridan 5 barobarigacha, yuridik shaxslar uchun esa BSHMning n barobaridan 2 barobarigacha bo'lishi mumkin. Bu misollar nafaqat jarimalar miqdorining oshganligini, balki jazo choralarining qo'llanilishi mexanizmlari ham yanada qat'iylashganini ko'rsatadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Yuqorida aytib o'tilganidek, birinchi navbatda avtomobil egalari va haydovchilar. Har bir harakatni qonuniy me'yorlar doirasida amalga oshirish lozim. Ikkinchidan, tadbirkorlar. Har qanday tadbirkorlik faoliyati qonuniy asosda barcha ruxsatnomalar va litsenziyaga ega holda olib borilishi shart. Har qanday soliq majburiyatlariga mas'uliyat bilan yondashish kerak. Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanuvchilar. Fikr erkinligi bor, ammo qonun doirasida. Boshqa shaxslarni haqoratlash, millatlararo adovatni qo'zg'ash, yolg'on ma'lumot tarqatish, fake xabarlar yoki qonun bilan taqiqlangan axborotlarni tarqatish uchun jiddiy jarimalar va hatto jinoiy javobgarlik belgilangan. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy tartibsizliklarga chaqiruvlar yoki konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish kabi da'vatlar uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Bu hatto oddiy post, men yoki guruhdagi sharh orqali ham sodir bo'lishi mumkinligini esdan chiqarmaslik lozim. 4-dan, yer va mulk egalari. O'z mulkingizdan qonuniy maqsadlarda foydalanish, qurilish qoidalariga rioya etish, atrof muhitni ifloslantirmaslik juda muhim. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Aslida qonunlarga to'liq rioya qiladigan har bir inson xavotirlanmasligi mumkin. Agar siz doimo qoidalarga amal qilsangiz, tadbirkorligingizni qonuniy yuritgan bo'lsangiz, jamoat joylarida tartibni saqlasangiz, internetda faqat to'g'ri va tasdiqlangan ma'lumotlarni ulashsangiz, sizga nisbatan hech qanday jazo choralari qo'llanilmaydi. Biroq shunga qaramay, har bir fuqaro yangi qonun hujjatlaridan xabardor bo'lishi kerak. Chunki ba'zida qoidabuzarliklar bilmasdan ham sodir bo'lishi mumkin. Endi esa ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va noaniq nozik jihatlari. Istisnolar har doim ham bo'lmaydi. Ammo ba'zi hollarda qoidabuzarliklarga nisbatan yengilliklar yoki boshqacha yondashuvlar qo'llanilishi mumkin. Masalan, birinchi marta sodir etilgan kichik huquqbuzarliklarda agar zarar katta bo'lmasa, ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda, masalan, hayotni saqlab qolish uchun tezlikni
oshirishga majbur bo'lish yoki tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun ham jazo choralari yengillashtirilishi mumkin. Ba'zi qonun hujjatlarida. Agar qoidabuzarlikni bartaraf etish choralari zudlik bilan ko'rilsa, masalan, daraxtni kesgan shaxs o'rniga yosh ko'chatlar ekib, buning dalillarini taqdim etsa, jarima miqdorini kamaytirish yoki undan butunlay ozod qilish imkoniyatlari ham ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu juda kam uchraydigan holatlar va bunday imkoniyatlar qonunda aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Tuzoqlar kelsak, ularning birinchisi qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi prinsipidir. Ko'pchilik men bilmasdim deb o'ylaydi. Ammo bu sud yoki ma'muriy organlar uchun asosli uzr bo'la olmaydi. Ikkinchi tuzoq raqamli iz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday post sharh, video yoki fotosurat qoidabuzarlikni isbotlovchi dalil bo'lishi mumkin. Bir paytlar yuklagan suratingiz yoki yozgan fikringiz yillar o'tib sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Uchinchisi mas'uliyat zanjiri. Korxonada biror qoidabuzarlik sodir bo'lsa, nafaqat ijrochi, balki rahbar, mulk egasi ham javobgarlikka tortilishi mumkin. Masalan, tadbirkorning xodimi noqonuniy savdo qilsa, javobgarlikka tadbirkor ham tortilishi ehtimoli yuqori. 4-dan hujjatlarning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Har qanday faoliyat uchun kerakli litsenziyalar, ruxsatnomalar, shartnomalar, cheklar va boshqa hujjatlar to'liq va tartibli bo'lishi shart. Aks holda har qanday tekshiruvda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Noaniq nozik jihatlarga e'tibor qaratamiz. Birinchidan yig'ma jarimalar. Ba'zida bir nechta kichik qoidabuzarliklar yig'ilib juda katta summalarga yetishi mumkin. Masalan, siz bir necha marta jarimani to'lash muddatini o'tkazib yubordingiz. Har bir o'tkazib yuborilgan muddat uchun qo'shimcha penalti qo'shiladi va oxir-oqibat bitta kichik jarima bir necha barobarga oshib ketishi mumkin. Ikkinchidan, ma'muriy javobgarlikning jinoyatga aylanib ketishi. Ba'zi qoidabuzarliklar, agar ular takror yoki katta miqdorda sodir etilsa, ma'muriy javobgarlikdan jinoiy javobgarlikka o'tishi mumkin. Masalan, 1-marta BXMning 10 barobari miqdorda soliq to'lashdan bo'yin tovlash ma'muriy jarimaga olib kelsa, takroriy holda yoki juda katta miqdordagi soliqni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyat deb hisoblanadi va bu uchun qamoq jazosi berilishi mumkin. 3-dan mol-mulkni musodara qilish. Ba'zi qoidabuzarliklar, masalan, noqonuniy savdo qilish yoki kontrabanda uchun nafaqat jarima, balki qoidabuzarlik predmetini yoki bu qoidabuzarlikni sodir etish vositalarini musodara qilish ham nazarda tutilgan. Bu tadbirkorlar uchun juda og'ir zarba bo'lishi mumkin. 4-dan davlat organlarining vakolatlari. Ba'zi qoidabuzarliklar uchun jazoni sudlar belgilasa, boshqalarni ma'muriy organlar, masalan, yo'l harakati xavfsizligi organlari, ekologiya qo'mitalari, soliq idoralari belgilaydi. Bu jarayonlarning o'ziga xos farqlari bor. Ularni bilish o'zingizni himoya qilishda yordam beradi. Endi esa eng muhim qismiga amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? 1. Qonunchilikdan xabardor bo'ling. Davlatning rasmiy saytlarini, masalan, Lexuz, Gobuz, qonun hujjatlari bazalarini muntazam kuzatib boring. Yangi qonun va qarorlar loyihalarini o'rganing. Telegramdagi rasmiy kanal va guruhlarga obuna bo'ling, lekin faqat tasdiqlangan rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Hech qachon bir aytdi, ikki aytdi tamoyiliga ishonmang. Ma'lumotlarning aniqligini tekshirishga erining. 2. Har qanday faoliyatingizni qonuniylashtiring. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, barcha zarur ruxsatnomalar, litsenziyalar va patentlarga ega bo'lishingiz shart. Soliq idorasida ro'yxatdan o'ting. Soliq to'lovlarini o'z vaqtida va to'g'ri amalga oshiring. Hujjat ishlarini tartibga soling. Har qanday shartnomalar, cheklar qabul qilish, topshirish, dalolatnomalarini saqlang. 3. Yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qiling. Yo'l belgilariga, svetofor signaliga e'tibor bering. Tezlik rejimini buzmasdan harakatlaning. Xususan jamoat transporti uchun ajratilgan yo'llarda harakatlanish taqiqlanganligini unutmang. Transport vositangizning texnik holatini muntazam tekshirib turing. Sug'urtangizni yangilab boring. Agar sizga jarima yozilgan bo'lsa, uni imkon qadar tezroq to'lang, aks holda ustiga penalti qo'shilib boradi. 4. Ijtimoiy tarmoqlarda ehtiyot bo'ling. Sizning har bir postingiz yoki sharhingiz qonunchilik nuqtai nazaridan baholanadi. Ekstremistik g'oyalarni targ'ib qiluvchi, millatlararo adovatni qo'zg'atuvchi, terrorchilikka chaqiruvchi yoki yolg'on, tuhmat xarakteridagi ma'lumotlarni tarqatishdan saqlaning. Birovning sha'ni
va qadr qimmatiga tegadigan izohlardan yiroq bo'ling. Har qanday postni ulashishdan oldin uning mazmunini yaxshilab tushunib oling. Agar biror qonunbuzar kontentni ko'rsangiz, uni darhol o'zingizning sahifangizdan o'chiring va rasmiy organlarga xabar bering. 5. Hujjatlaringizni to'liq va tartibli saqlang. Ayniqsa, yerga egalik huquqi, uy-joyga egalik qurilish ruxsatnomalari va boshqa mulkiy hujjatlar juda muhim. Ular yo'qolmasligi va to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. 6. Huquqlaringizni biling. Agar sizni huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari to'xtatsa yoki so'roqqa chaqirsa, o'z huquqlaringizni biling. Kimligini so'rashga, qaysi qonun asosida harakat qilayotganligini bilishga haqlisiz. Protokol tuzishda barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring. Agar rozi bo'lmasangiz, o'z e'tirozlaringizni yozib qoldiring. Hech qachon hujjatlarga ko'rmasdan imzo chekmang. 7. Huquqiy maslahat oling. Agar siz bir qonunbuzarlikda gumon qilinayotgan bo'lsangiz yoki sizga nisbatan jarima qo'llanilgan bo'lsa, darhol malakali yuristga yoki advokatga murojaat qiling. Uning yordami bilan siz vaziyatni to'g'ri baholay olasiz. O'z huquqlaringizni himoya qila olasiz va eng yomon oqibatlardan qochishingiz mumkin. O'zingiz mutaxassis bo'lmagan sohada o'zingizni himoya qilishga urinmang. Apellyatsiya mexanizmlaridan foydalaning. Agar sizga qo'llanilgan jazo yoki jarima adolatsiz deb hisoblasangiz, qonunchilikda belgilangan tartibda shikoyat qilish yoki apellyatsiya berish huquqingiz bor. Odatda bunday shikoyatlar uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, jarima qarori chiqqan kundan boshlab 10 kun ichida. Bu muddatni o'tkazib yubormang. Apellyatsiya berish uchun aniq qadamlar, qarorni sinchiklab o'qib chiqing. Unda qaysi moddalar bo'yicha ayblanayotganingiz, jarima miqdori va apellyatsiya berish tartibi ko'rsatiladi. Dalillar to'plang. Agar sizning aybsizligingizni isbotlovchi foto, video guvohlar ko'rsatmasi yoki boshqa hujjatlar bo'lsa, ularni yig'ing, shikoyat arizasini yozing. Shikoyatda vaziyatni batafsil bayon eting. Qarorning noqonuniyligini yoki adolatsizligini asoslang va o'z dalillaringizni ilova qiling. Ariza nusxalarini ham saqlab qo'ying. Belgilangan muddatda tegishli organga, yugurib turuvchi organga yoki sudga murojaat qiling. Shikoyatni ro'yxatdan o'tkazing va uning qabul qilinganligi haqida hujjat oling. Aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilganimizdek, hozirgi kunda qonunchiligimizdagi qattiq jarimalar, taqiqlar va jazolarga oid o'zgarishlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Bu o'zgarishlarning maqsadi jamiyatda tartibni mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta'minlash va har bir fuqaroni o'z harakatlari uchun mas'uliyatli bo'lishga undashdir. Bizning vazifamiz bu yangiliklardan xabardor bo'lish, qonunlarga rioya qilish va ehtimoliy muammolarning oldini olish uchun faol choralar ko'rishdir. Ma'lumotlarga ega bo'lish sizni himoya qiladi va sizga o'z huquqlaringizni samarali himoya qilish imkonini beradi. Unutmang, bilimsizlik sizni jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Shu mavzuga oid savollaringiz yoki shaxsiy tajribalaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Sog' bo'ling va qonunlarga rioya qiling.